Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy matbuotlarining xabarda bildirilishicha, 23 fevral kuni Sharq Turkistonning Lopnar noyisida 5.1 ball yer tavrigan. Xitoy yer tavrashni o'lchash stansiyasining ma'lumotlarida bildirishicha, 23 fevral kuni Urumchi vaqti soat 10:12 minut o'tganda vatanimizning Lopnar noyisida 5.1 ball yer tavrigan. Xabarlarda bu qatimqi tavrash cho'nqirligining 15 kilometr ekanligi bildirilgan bo'lib, Lopnar va Bugur xalqi kuchli tavrashni sezgan. Bu yer tavrashning ta'siri Urumchi, Korla, Oqsuv qatorliq joylarda his qilingan. Xitoy tashviqot vositalari hozircha hech qanday o'lish, yaralanish yoki uy imoratlarining o'rilganligi haqida doklad topshira olmaganligini xabar qilgan. Ammo bu haqda kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning Lopnarda yer ostida yadro siniqi ilib borgan bo'lishining ehtimolligi yuqori bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Tarim vodisidagi Lopnarga joylashgan Malan harbiy bazasida yillardan beri har xil yadro siniqi ilib berishni davomlashtirmoqda. Xitoy 1964-yili tunji qatim atom bombasini Lopnarda portlatgandan hozirgacha vatanimiz Sharq Turkistonda 50 qatimdan ortiq yadro siniqi ilib borgan va Sharq Turkistonning Lopnar Bugur rayoni eg'ir yadro bulg'anishining ta'siriga uchragan. Bu sababdan Tarim vodisiga yaqin atrofdagi Uyg'urlarda yadro bulg'anishi sababli hayotidan ayrilish yoki g'alit kasalliklarga giribtor bo'lish ahvollari ko'rilgan edi. Texi yaqinda Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Xitoyning 2020-yildagi maxfiy yadro siniqining Sharq Turkistondagi Lopnar noyisida ijro qilinganligini va Xitoyning Tarim vodisida izchil turda yadro kengaytirishni davomlashtirayotganligini oshkorlagan edi. Bu haqda Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol yarog' va ximiyalik qurollarni cheklashga mas'ul yordamchi ministri Christopher Yeo 17 fevral Hudson institutida sungan leksiyasida Xitoyning maxfiy yadro siniqi haqidagi ba'zi tafsilotlarni oshkorlab, buningdan 6 yil burungi yadro siniqining Sharq Turkistonning Lopnar noyisidagi sinoq rayonida ijro qilinganligini va Qozog'istondagi bir yer tavrashni o'lchash punktining 2020-yili 22 iyun Sharq Turkistonning Lopnar noyisida 2.75 ball yer tavirganligini bayqaganligini. Bu haqdagi sonliq ma'lumotlarga diqqat qilganda, bu yer tavrashning kan ochqandagi portlatish yoki yer tavrashga o'xshamaydiganligini, balki yadro siniqining alomatlariga dal mos keladiganligini ta'kidlagan edi. Mashhur Uyg'ur savdogar va xayr-saxovatchi Nurtay Hoji Xitoy hukumati tomonidan umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'lgan. Nurtay Hoji Iskandar 1954-yili 10-oyning 5-kuni tug'ilgan bo'lib, G'uljidagi ko'chmas mulk taraqqiyot cheklik shirkatining bosh direktori, Ili Nurtay Hoji yetim bolalar maktabining qurg'uvchisi, dongliq Uyg'ur savdogar va xayr-saxovatchi. Hozir Xitoy hukumati tomonidan tutib turilmoqda. Nurtay Hojim yosh vaqtida yetim cho'ng bo'lgan bo'lib, 1990-yili sobiq Sovet ittifoqining yimirilishi bilan Xitoy O'rta Osiyo bilan savdo munosabatini kengaytgandan keyin Sharq Turkistonning G'ulji shahrida eng boshda chegara savdosi gullanishga boshlagan. Bu vaqtda Nurtay Hojim xalqaro yuk tashish va sayohatchilik bilan shug'ullanib, Sharq Turkistondagi oldingi qatorlik boylardan bo'lib qolgan. Shirkati taraqqiy qilib, savdosi kengaygan Nurtay Hojim xalqini unutmagan bo'lib, 1995-yili 3 milliondan jiq mablag' bilan 2 qavatlik 19 o'qit qutisi bo'lgan 38 ming yerga joylashgan Nurtay Hojim yetim bolalar maktabini qurib chiqib, har xil sabablar bilan ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarni haqsiz yotoq, tamoq va yuqori sifatli ma'rif muhiti bilan ta'minlagan. 2000-yillarga kelganda uning ochgan maktabida turmadagi siyosiy mahbuslarning bolalarini o'z ichiga olgan 150 dan ortiq yetim o'quvchi muntazam tarbiyalanayotgan bo'lib, u har yili maktabning ma'rif taraqqiyotini qo'llash uchun 2 millionga yaqin fond ajratgan va Nurtay Hoji Uyg'ur jamiyatida keng doirada hurmatga sazovor bo'lgan. Ayni vaqtda bu maktabning kundalik ishlari va ma'rif boshqarishiga mas'ul mudirligini dongliq Uyg'ur ma'rifchisi va madaniyat faoliyatchisi Abduvali Muqiyit o'z ichiga olgan bo'lib, Abduvali Muqiyit apandimo 2018-yillari Xitoy hukumati tomonidan Sharq Turkistondagi Uyg'ur ziyolilari, savdogarlari, madaniyat va diniy shaxslarga qarshi elib berilgan keng ko'lamli bostirish harakati jarayonida bu maktabning mudiri va yana bir qancha o'qituvchi bilan birlikda qo'lga olingan.
Nurtay Hacimmo 2018-yili 4-ayda Qozog'iston qilgan xizmat safaridan keyin G'uljiga qaytib kelganda, saqchilar tarafidan sababsiz tutib qilingan va shuningdan keyin g'oyib qilib etilib, oilasiga uning qo'lga ilinganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmagan. Shuningdan keyin uning yetimlar maktabi taqilishga majbur bo'lgan. Shu yili iyunda G'ulji shaharlik sud mahkamasida dastlabda 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qilgan bo'lib, shu qatimliq sudga Nurtay Hacimdan boshqa yana 70 dan ortiq Uyg'ur sodigarmi kishanlangan holda sudga ilib kelingan. Arqadan 2020-yilning o'ttirlarida G'ulji shaharlik o'tir sud mahkamasi tarafidan qayta sud ichilib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro taratqular bu to'g'risida saqchi va ma'mur o'rinlar bilan aloqalashib, buning sababining maktabga jazo o'tayotgan Uyg'ur siyosiy mahbuslarning bolalarini qabul qilish bilan munosabatlik yoki emasligini so'raganda, saqchilar buning javob berishdan bosh tortgan. Amerika hukumati Tibetning kishilik huquq yangi alohida elchisini tayinladi. Amerika hukumati 2002-yildagi Tibet siyosati qonuniga asosan Riley Barnesni Tibet masalalari bo'yicha yangi alohida moslashtiruvchi elchi qilib tayinlagan. Amerika Davlat ishlari ministrligi Marco Rubio tarafidan 2026-yili 17 fevral Tibetlarning an'anaviy yangi yili Losar bayramiga to'g'rilab e'lon qilingan bu tayinlash Washingtonning Tibetlarning kishilik huquqi, diniy erkinligi, madaniyat va til meroslarini qo'g'dashga bo'lgan izchil va'dasini yana bir qatim ta'kidlaydigan bo'lib, Marco Rubio o'zining bu vaqtdagi bayonotida Tibetlarning an'anaviy yangi yili Losar bayramini tabriklab, Amerika Tibetlarning kishilik huquqi, ularning o'zgacha til, madaniyat va diniy meroslarini qo'llashga bo'lgan va'dasida izchil ching turdi deganini bildirgan. Riley Barnes navbatda Amerika Davlat ishlari ministrligining demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlari bo'yicha yordamchi ministrlik vazifasini o'tayotgan bo'lib, u bu yangi vazifasida Tibetning o'zgacha salohiyatini qo'g'dashga qartilgan Amerika siyosatlarini moslashtirish, Xitoy bilan Tibetlarning oliy rahbari Dalay Lama vakillari o'rtasidagi suhbatni ilgari surish, saqt uchurlarga taqobil turish, Tibetga kirish erkinligini qo'llash, Tibet musofirlarining insonparvarlik ehtiyojini hal qilish hamda Tibetning sijil taraqqiyoti va muhit asrash ishlarini tashabbus qilish qatorliq moslashtirish xizmatini ishlaydi ekan. Markaziy Tibet ma'muriyati xalqaro munosabatlar bo'limining kotibi Karma Chongyi Donald Trump va ministr Marco Rubioga bu muhim tayinlash uchun rahmat aytib, yordamchi ministr Riley Barnesning yangi vazifasini tabriklaydiganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika hukumatining bu ishini qattiq ayblab, alohida moslashtiruvchi vazifasini saf siyosiy harakat va Xitoyning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashish deb sifatlagan va Tibetga aloqador masalalarning butunlay Xitoyning ichki ishi ekanligini va bu vazifani e'tirof qilmaydiganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu xalqaroning izchil Tibet masalasiga diqqat qilayotgan va Amerika diplomatik vositalar orqali Tibet masalasini uzluksiz o'tirib qo'yayotgan bir mezgilda yuz bergan bo'libmi Tibetlarning Losar bayrami mezgilida e'lon qilingan bu xabar va Barnesning Amerika Davlat ishlari ministrligining yillik Losar ziyofatiga sohibxon bo'lishi Washingtonning Tibet jamiyati va Tibetni qo'llovchilar bilan bo'lgan aloqani yangi bir baldoq ko'targanligidan bishorat berdi ekan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.